Ranvir, qo'ling va bo'yningga nima bo'ldi? Hech nima oyi. Xonamizga yovvoyi mushuk kirib qolibdi. Dimdalab tashladi. Voy, Mushuklar yo'lingdan o'tishardi. Endi esa to'g'ri bo'g'zingdan oladigan bo'lishibdi. Lekin xavotir olmang. Yengil tirnaldi, tuzalib ketadi. Ranvir, qo'ling va bo'yningga nima bo'ldi? Hech nima oyi. Xonamizga yovvoyi mushuk kirib qolibdi. Dimdalab tashladi. Voy, Mushuklar yo'lingdan o'tishardi. Endi esa to'g'ri bo'g'zingdan oladigan bo'lishibdi. Lekin xavotir olmang. Yengil tirnaldi, tuzalib ketadi.